Nimaga aynan pushtiramol o'raganimni video oxirida bilib olasizlar. Bu iplardan tanlab olamiz. Bizga aynan shu ranglar kerak bo'ladi. Shu ikkita oq ip, bitta kuruchoq, bale, hop, ana quyonchaga aylandi qoldi. Shuni Xitoydan zakaz qilgan edim, maqtanib qo'yay, zo'r narsa ekan. O'yinchoqlar uchun har xil razmerda ko'zchalar, burunchalar bor. Shunaqa qilib quyonimizni yuzlarini chiroyli qilib olamiz. Keyin esa bismillah deb quyonimiz uchun kiyimcha to'qishni ham boshlaymiz. Albatta menga kofesiz ilhom parilar kelmaydi-ku. Keyin esa qornim ochganini sezdimda sekin choy qo'yib roltinchamni tayyorlashga kirishib ketdim. Tezda ovqatlanib oldimda ijodimni davom ettirdim. Sababi bugun bitqazib sizlarga video qo'ymoqchi edimda. Ana quyonchamizni pushti ko'ylakchalari ham tayyor bo'ldi. Ro'molimni esa shu kiyimchaga moslab olgan edim. Ana endi quyonimga baho berish sizlardan. Yurmaydigan lekin uchadigan qizning orzulariga hamroh bo'lishni istasangiz, obuna bo'lib qo'llab-quvvatlasangiz juda ham xursand bo'lar edim.